Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz kanalim obunachilari. Hammalar sog' salomatmisizlar? Bugungi mavzuyimiz mana hamma yerda hozir ovozi bo'layotgan Jeffrey Epsteinni qilgan ishlari, uni razilliklari va bunga juda ko'p odamlar aralashib ketgani to'g'risida hozir hamma yerda shov-shuv, hamma yerda gap, o'zbek segmenti ham shu gapni ko'tarib yurishibdi. Bu to'g'rida maqolalar chop etishyapti. Men bo'lsa hayron. Sababi Jeffrey Epstein boshqalar bilan birga yosh qizlarni zo'rlagani haqida fayllar chiqib ketdi. Bu yaxshi, haqiqatda ular uchun endi o'zlari hal qilib olishadi, u yerda kattalar aralashgan. O'zbek xalqida, o'zbek segmentiga tushunmayapman. Blogerlar, jurnalistlarga sababki o'zimizda ham shunaqa razil holatlarni o'tgan safargi mavzuda aytib beruvdim. Voyaga yetmagan, davlat qaramog'ida, prezident himoyasida bo'lgan Xorazmdagi yetimxona qizlarini ikki amaldor zo'rlagani to'g'risida va ularga berilgan jazoni. Kulgili-da. O'zimizni ko'zimizni oldida bo'lyapti bu. Amerikada emas, Yevropada emas, va Arabistonlarda emas, o'zimizda O'zbekistonda bo'lyapti. Nimaga voyaga yetmagan yetim qizlar deyapman? Sababi agar voyaga yetgan bo'lganda u yetim qizlarni o'sha yerda yashash hududida olib qolmasdi. Chunki voyaga yetgandan keyin ular yetimxonani tark etadi o'sha uylarda. Demak, ular voyaga yetmagan bo'lgan. Adliya boshqarmasi qonunchilikni himoya qilish, qonunchilikni o'rgatadigan organning boshlig'i. Yana bittasi favqulodda vaziyatlar bo'yicha bo'linma boshlig'i. Nimaga indamayapmiz? 1 yilmi 2 yil srogini olib ketdi. Yana unda ham bilmayman qanaqa atay berilganmidi o'sha paytda. Buni chiqib turib, Bosh prokuraturada Svetlana Artikova bilan xullas Oliy sudda o'rinbosari chiqib, u dedi, bu dedi deb turib, shu press konferensiya qilib turib, yopib qo'yishyapti. Nimaga yopilib ketadi? Bu jinoyat, voyaga yetmagan bolalarga qilingan jinoyat. Uni srogi bilmayman, 10 yil, 15 yil. Uni qayta ko'rib chiqish mumkin bemalol. Bizda qonunlar qanaqa teskari yozilib chiqadimi? Yo kimlargadir noto'g'ri ishladimi, yo kimlargadir rostdan ham to'g'ri ishlaydi. Sababki mana u mavzuda yaqinda bir voqeani guvohi bo'ldik, uni ham aytib chiqqanman. Davlat juda katta mablag'ini talon-taroj qilgan bir guruh shaxslar avval shuning ichida Andijon viloyati hokimini o'rinbosari bo'lgan. Uni olib ketishgan, ham yo'q aniqlangan, 7 yil qamoq jazosi berilgan. Keyin 3 ta sudya chiqyapti, apellyatsiya qilyapti, qamoq jazosini 7 yilda yengiliga almashtirib olyapti. Va o'tirgan kunlarni hisoblab, atiy qilib berib turib, chiqarib olyapti. Qonun qayoqqa qarab ishlayapti? Nimaga buni deyapman? Bundan keyingi xabar chiqdi. Bir fuqaro 7 ta jo'jani o'g'irlab qo'ygan ekan, 11 yil 6 oymi, 7 oy qamoq jazosi berildi. Xavfli retsidivist deb topildi. Yettita jo'jani hisoblab chiqqanda bilmayman 200 ming, 300 ming so'm bo'lar. Bu yerda lavozimda o'tirgan amaldor
prezidentni loyihasi bo'yicha kelgan pullarni o'zlashtirishga bir to'pi. Prezident aytgan loyiha amalda bajarilmay qolib ketgan. Davlatga moddiy juda katta zarar yetkazilgan. 167-moddani qo'yapti. 157ni qo'yganda davlat xoini bo'lardi. Chunki o'sha yerda ko'rsatib qo'yilgan. Davlatga juda katta moddiy zarar yetkazganlarni shu davlat xoini deb topiladi. Yo'q, uni deb chiqarib yuborishyapti. Bittasi 7 ta tovuq o'g'irlab 11 yilda oshiroq olyapti. Bittasi bo'lsa juda katta talon-taroj qilyapti davlat boyligini. Mana osongina qutulib ketdi. Prezident administratsiyasi boshlig'i Saida Mirziyoyevaga biz murojaat qildik. Qaramaysizmi? Sababki shu korrupsiyaviy jinoyatda orqasidan qancha huquq-tartibot xodimlari ishlagan, kuzatuv olib borilgan, bularda vaqt ketgan, xalq puli ketgan bu ishlarga. U ushalib olib borilyapti. Haqiqatda jinoyati aniqlanyapti. Jinoyati aniqlanib, bu yerga zarar qoplandi deb berilyapti. Uni jinoyatchi deb suddan olyapti. Lekin nimaga bunaqa yengil jazo? Saida Shavkatova otasi katta loyihalarni siz himoyachisiz shekilli. Shuni o'rganib, nimaga bunaqa korrupsionerlarni qo'yib yubording deb. Bitta narsasi bu yerda, yo 3 ta jazoni yengillashtirgan sudyalar ish ko'rib chiqilsin. Yo birinchi sudyani nimaga 7 yil berding deb turib, uni ish ko'rib chiqilsin. Lekin meni o'zimning nazdimda, fahmimda xalq ham korrupsioner osonlikcha qo'yib yuborilgan. Kimlargadir bu kerak bo'lgan. Balki kimlarnidir aybini aytmaslik uchun shu ish qilingandir. O'rganish kerak, uni sheriklari kim edi? Nimaga 7 ta jo'ja o'g'irlaganga 11 yil berib yuborasizlar? Unda qonunni qayta ko'rib chiqaylik. Nima qonunlar ishga tushyapti? Mana, hurmatli vatandoshlar, qanday qaraymiz? Hamma Amerika bilan ovora, voy Epstein mana qildi. Ha, o'zimizni Epsteinlarni nima qilamiz, haromxo'rlarni? 2-3 tasi qizlarni olib chiqib yetim qizlarni zo'rlasa, bu yerda bir guruhi davlatni mol-mulkini talon-taroj qilsa, davlatga qilingan xiyonatmi? Ikkalasi ham bir xil ashnaqa. Ikkalasi ham davlatga qilingan xiyonat. Nimaga o'sha yetim qizlar ham davlatda prezidentning himoyasida bo'lgan. Konstitutsiyada ham xuddi shunday yozilgan. Yetim fuqarolarni himoyasi davlatni va jamiyatni bo'ynida bo'ladi. Qanday qilamiz endi? Indamay ketaveramizmi? Bizga asha Epsteinlar qizimi? O'zimizdagi qilayotgan shuncha korrupsionerlar, shuncha rasvo insonlar indamay ketaversinmi? Bittasi 1 yil oladi, bittasi atiy bo'ladi. Qanaqadir bir 7 ta jo'jani o'g'irlab qo'ygan 11 yilga ketadi. Yana nimadir qilib qo'ygani bilmayman, 16 yil oladi. Qonunlarda qanaqadir bir qat'iy o'zgarish bo'lish kerak-da. Bu korrupsionerlarni, bu davlatga xiyonat qilganlarni mol-mulklari tortilib, musodara bo'lib, o'zlari 25 yil yo umrbod qamoqqa ketmaydimi? Ashunda ko'zi ochilarmi? Xalq pullarini o'g'irlash, xalq pullarini yeb qo'yish, teshib chiqishini aniq o'zlari bilishar ashunda. Mana biz qayerga qarashimiz kerak? Bizga o'zimizni O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni to'g'rilash kerak. Shuning uchun xalq birlashish kerak. Xalq tushunish kerak, qayerdan bizga xavf kelayotganini.
Mana prezident berayotgan mablag'larni ichki ishlar vazirining o'rinbosarlari talon-taroj qilib yuboribdi. Buni eshitdik. Juda katta summa. Ya'ni korrupsiya huquqda shu noqonuniy ishlarni oldini oladiganlarning qo'liga pullar berilsa, ular o'zlari yeb ketar ekan. Hamma ishlar kimdan chiqyapti? Yetimlarni zo'rlagan ham amaldorlar. Prezidentning katta loyihani pullarini ham yeb ketganlar amaldorlar. Oddiy odam 7 ta tovuq o'g'irlayapti. Lekin 11 yil garantiya jazosini olyapti. Nima qilish kerak? Indamay o'tirish kerakmi? Ijtimoiy tarmoqda blogerlar nima? Blogerlar hozir bir-biri bilan urush bilan ovora. Ikkita sobiq deputat bir-biri bilan urushib olgan, bir-birini chaynashyapti. Xalq sizlarga shu zarilmi? Shularda nima bo'layotgani, yonot Farg'onadagi direktorning voqeasi zarilmi? Nimasi zaril? Ular o'zlari bilan o'zlari. Nimaga aytyapman? Bu yiyilayotgan pullar siz bilan bizni farzandlarimizning kelajagini pullari. Katta loyihalar ishga tushirilish mablag'lari. Mana qayerga qarashimiz kerak. Mana qayerda birlashishimiz kerak. Biz so'rab, talab qilib olishimiz kerak. Oliy Majlisdan, Prezident administratsiyasidan, kerakli amaldorlardan, kerakli vazirliklardan nimaga bunaqa bo'lyapti? Qachon to'xtatasizlar? Qachon halol ishlashni boshlaysizlar? Ve shu yetim qizlarni zo'rlaganlarni jinoiy ishini qayta ko'rib chiqishi tarafdoriman. Asha Epsteynni ham 2009 yil jinoyat ishi ochilgan. Ochiqda yuravergan. Keyin oradan 10 yil o'tib turib, yana jinoiy ish kattalashib, olib kirilganda yo o'zini osib qo'ydi, yo o'ldirilib oldi. Bular yuribdi-yu shu yerda. Shu jinoyat ishini qayta ko'rib chiqish kerak. Adolat qaror topish kerak oxiri. Mana Andijon viloyati hokimining o'rinbosari hozir jazodan ozod qilingan. Ya'ni ozod qilinmagan, yengil jazo berdi. 3 million dollar chiqdi uydan. Qani o'sha 3 million dollar? Bo'lishib yevorishdimi kimlardir? Ashini hisobida. Balki shuni hisobidan chiqib kelgandir. Xullas shu ishlarni qayta ko'rib chiqishinglarni so'rayman. Nimaga? Qonun ustuvor jazo muqarrar bo'lishi kerak. Qonun faqat oddiy xalqqa ishlash kerak emas. Davlatga, prezident siyosatiga xiyonat qilayotganlar uchun ishlash kerak. Bo'lganda ham qattiq tartibda ishlash kerak. Qutulib qolish kerak emas ular jinoyat qilib. Xullas mavzuyimiz shu. Amaldorlar qilgan jinoyatlari uchun osongina jazodan qutulib qolmaslik kerak. Kim shu fikri shunaqa bo'lsa, kim men to'g'ri gapiryapti desa, iltimos kommentariyalarda bu to'g'rida yozib ketinglar. Nimaga jinoyat qilingan jinoyat jazosiz qolish kerak emas. Chunki bu qolganlarga ham mana shunda qo'qishni boshlaydi. Bo'lmasa qo'qishmaydi bular. Mayli hammaga sog'lik, omonlik tilayman, sog' salomat bo'linglar. Yana qaytarib aytaman. Jinoyatchilar jazodan qochib qutulishi kerak emas. Davlatda tegishli huquq tartibot organlari buni ustida qattiq ishlash kerak. Bitta sudya jazoni bersa, ikkinchi sudya yengillashtirsa, bunaqada hayot bo'lmaydi. Biz rivojlanmaymiz. Sog' salomat bo'linglar o'rtoqlar.